Zo'rlubey tumani Salkovskiy ko'chadagi navbatdagi uyimizni obzor qilib beramiz. Bu uyimizda 4-7 sotuv, 8 ta xona va 7 ta sanuzeli bor. Ko'rishingiz mumkin, bu yoqqa mana bemalol 2 ta mashina sig'adi. Bu yerda mana zo'rlar zonasi bor. Chiroyli qilingan. Hozir bu uyni sizlarga ichkarini obzor qilib beramiz va narxini oxirida aytamiz. Ko'rish mana bizda shunaqa katta hol. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana bunaqa chiroyli narsalar qilingan. Did bilan ranglar ham ko'rayotgan bo'lsanglar, did bilan qilingan. Mana hozir oshxonani ko'rsatamiz. Oshxonamiz mana kartinka qilingan, chiroyli, zo'r. Hozirga zalni ko'rsatamiz. Zal ham juda chiroyli qilingan. Zal orqa tomonga o'tamiz. Orqa tomonimizda bu yerda yozgi oshxona qilingan. Hozir sizlarga ichkarini basseynni ko'rsataman. Basseynni ko'ringlar. Basseynlar kattagina. Bu yerda bizda saunamiz bor. Bu yerda sanuzel. Misrani ko'rayotgan bo'lsanglar, chiroyli ism qo'yilgan. Bu yerda bizda родительский спальня. Sanuzel. Podoldan boshlasak, podolimiz juda katta. Podollarimizda ham xonalar bor. Katta zal ham bor. Yosh bolalar bemalol maza qilib o'ynaydigan joylar ham bor. Ko'ringlar, baho beringlar.